Oka, kecha bilasizmi, siz shartingizni bajaraman deb men shamollaganman. Onamdan bilasizmi qanaqa gap eshitdim? Endi ukam u sani probleming. Oka, endi sani probleming, meni problemim endi boshlandi. Endi men alamimni olaman. Shu mana shu shamollagan tomonlarimga qana Jizzax somsa yegim kelyapti-da. Hop, yur, shuni sharting olib beraman. Okajonim, Jizzax somsani Jizzaxda pishganini kayfi boshqacha-da. Jizzaxdan olib keling, aka. Sen jinni bo'lib qolibsan. Bugun qayerda ukam? Aka, bu sizning problemingiz, boshida aytdingiz-ku. Bu sizning problemingiz. Necha bo'ldi, aka? Xo'p, bor. Menga tez borasiz, meni ujinimga 18:00 ga somsamni olib kelmasangiz, shtrafi bor o'sha. Bo'ldi ukam. Men somsangni chiqaraman endi, qarab tur. Ukajonim ishon, keyingi shartda shunaqa qiynayman seni. O'zi yaqinda viloyatdan kelib, yo'lni ko'rsam, qo'ynim aynib turgan joyda sen meni yana Jizzaxga jo'natyapsan. Tem bo'li yo'l mana probka bo'lib turibdi hozir. Men ulgura olmasam, shartingni bajara olmagan taqdirimda, o'sha shtrafini qilgan taqdirimda ham men seni keyingi shartda addushi qiynayman. Qarab tur. Onasi nemsin, kerakmi-da menga shu ukam. Etkimani qarab ketdi balon. Oka, qancha vaqt ketadi? Bir 20 minutlar ketadi. Shunaqa yoqyapti bergan sharting. Ishonman seni Xitoyga Ramyonga jo'nataman shu qilganingga. Men Jizzaxga yetib keldim. Soat 6 bo'lishiga 2 soatgina qoldi. Ibrohim akaga hozir mana telefon qilib asablariga tegamiz. Alo. Bratim. Gapirganing bor yo'lda. Shu siz plan o'zgardi, Jizzax somsa yegim kelmayapti-da. Farg'onani patridan olib kelib bering, brat. Bak aytsam senga Xorazmni tuxum baraga. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Somsa bor-a? Bor. Bitta dona bering aka. Men Toshkentga qaytamiz yerlar. Voy, mana okam ketdilar-yu, bratim. Nima gap? Qiynalmadingizmi? Ye somsani, bo'l. Mana Jizzax o'zidan, mana videoda ham ko'rib olasan kerak bo'lsa. Jizzax o'zidan olib keldim. Soat 19:16 bo'pti. Endi bitta shtrafini to'laysiz yoki bo'lmasa yutqizasiz. Qo'ying, yutqiza qoling. Gapir, nima shtrafi bor? Mana shartim, mana shu videoyimizga like bosib, ikkalamizga ham obuna bo'lgan odamlardan 200 ta odam onasini emsin, bo'lsa, xalqqa bo'lsin, obuna bo'ling 200 ta odamga. Samga deyapsan o'sha. Bo'l, men bosaman shu 200 ta podpiskani. Bo'ldi, davay. Men bosaman. Bo'l, mana shu videoga like и bizga podpisan bo'lgan odamlarning 200 tasiga men podpiska bo'laman. Bo'l, gap bo'lishi mumkin emas. Bolalar like yorvoringlar, bo'lsa, sizlarga bo'lsin, men ham obuna bo'laman. Bo'l, endi yaxshilik qilmaysan sen ham mendan.